Eng yaxshi ayol bu ko'p farzand tug'adigan ayoldir. Zamonaviy tibbiyot tahlillari shuni ko'rsatyaptiki, bugun, ya'ni so'nggi paytlarda ayollar o'rtasida uchrayotgan ko'krak bezi saratoni hamda bachadon bo'yni saratoni kasalliklari, shuningdek bir qancha gormonal buzilishlarning natijasida kelib chiqayotgan xavfli kasalliklarning asosiy sabablaridan bittasi bu ajrimlar va kam farzand ko'rish. To'g'ri eshitdingiz, kam farzand tug'ish. Melburn universiteti professori Bridget Lynchning ta'kidlashicha, ayollarda kam farzand tug'ishga bo'lgan xohish yoki umuman farzand tug'ishni istamaslik yoki oilali bo'lib yashashga qarshilik, ya'ni yolg'iz o'zim yaxshi yashayman deyishlik va umuman ajrimlar ko'krak bezi saratonini keltirib chiqarishiga sabab bo'lar ekan. Yolg'iz va farzandsiz ayollar farzandli va oilali ayollarga nisbatan ko'krak bezi saratoniga chalinish xavfi bir necha barobar ko'proq ekan. Demak, tabiat qonunlariga ko'ra yaratgan egam ayol va erkakni bir-biriga muhtoj qilib yaratgan ekan. Demak, ularning o'zaro bir oila bo'lib yashashligi, nikohda bo'lishligi, farzandli bo'lishligi ularning nafaqat baxtiga, ruhiyatiga, balki salomatligiga ham ijobiy ta'sir o'tkazadi. Shu o'rinda men ajdodlarimizni, ulamolarimizning gaplarini eslab o'tmoqchiman. Muslima ayollarning orasidagi eng yaxshilari ko'p farzand ko'radiganlaridir. Ko'p farzand ko'radigan ayollar har tomonlama baxtli, saodatli va shuningdek juda ko'p xavfli kasalliklardan xoli umrguzaronlik qilar ekan. Demak, hurmatli ayollar, ajrashaman, yolg'iz o'zim shaxsiy brendimni quraman, biznes ledi bo'laman deyishdan avval birozgina salomatligingizga ham e'tibor qarating va yuqorida aytganlarimizni inobatga oling. Hammalaringizga baxt va saodat tilab qolamiz.